'60dan salom, mana IQ'si baland aytishliklarim. Bugun biza uzoq kutilgan tahlil, ya'ni iPhone 17 Pro Max tahlilini e'tiboringiz markaziga taqdim etamiz. Shu sal chiqmadi yana bir marta. Agar iPhone'ni O'zbekistonga rasmiy yo'l bilan kirib kelganini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, unda Makbroga murojaat qiling. Chiqinglar. Xo'p, o'rtoqlar, biz birinchilar qatorida sizga tahlilni yetkazishga harakat qilmadik, chunki O'zbekistonga rasmiy yo'l bilan kirib kelishini biroz poylashimizga to'g'ri keldi. Shuning uchun kerakli bo'lgan aniq va tiniq haligi erkakcha obzor qilib beramiz. So'nggi kunlarda iPhone'lar juda katta o'zgarishga ega bo'lmayapti. Nima farqi bor? 16 bilan 17 ni nima farqi bor? 15 bilan 14 nima farqi bor degan savollar ko'p, lekin uni farqiga boradigan odam bu haqida biladi. iPhone 17 Pro Max'lar mutlaqo yangi iPhone bo'lib chiqdi. Nimaga? Mana shu savolga bugun javob topamiz, chunki haqiqatdan ham innovatsiyalar bor. Har galgidek eng birinchi navbatda tashqi ko'rinishdan boshlaymiz. Birinchi navbatda mana bu yerga e'tibor beramiz. Bu mutlaqo yangi iPhone'ligini sizga belgilab turadi va bu Ceramic Shield ikkinchi avlodi ekan. Kamera blokimiz endi butun telefonni gorizontal bo'ylab boshdan oxirigacha cho'zildi. Bundan tashqari kameralarimiz hammasi joyida qolgan va lidar sensori va vspышkamiz o'ng tarafga qarab joylashgan va bu okey. Blokimiz bo'rtib chiqqani uni sovutish tizimiga ham ancha-muncha yaxshi ijobiy natija ko'rsatadi. Sovutish tizimi bu yerda juda ham unikal yo'l bilan ijro etilgan. Bu haqda biroz kechroq gaplashamiz. Qarang, agar bilsangiz, MacBooklarning korpusi juda ham mustahkam va zo'r hisoblanadi va ular qanaqa amalga oshiriladi? Butun boshli alyumin bolvankasi olinadi va undan korpus yasaladi va o'sha korpusni, ya'ni korpus kesib olinadi. U butun korpus bo'ladi, tushundingizmi? U qanaqadir bir-biriga ulangan yoki payka qilingan korpus emas, u butun boshli alyumindan frizirovka, ya'ni kesish yordamida korpusi kesib olinadi, qolip yasab olib turib, uni ichiga keyin kerak bo'lgan komponentlar o'rnatiladi. Va mana shu narsa sovutish sistemasi bo'yicha dunyodagi haligi bir zo'r turadigan texnologiyalardan bittasi hisoblanadi. Ana xuddi shunaqa texnologiya endi iPhone 17 Pro Max'larda mavjud. Ya'ni buni ustidagi alyumin korpusi, kstati, alyuminga qaytdik. Endi mana shu korpusimizni shunaqa butun boshli bolvankadan, ya'ni butun boshli alyumin bo'lagidan frizirovka qilib kesib olingan va ichiga komponentlar joylashtirilgan. Mana shuning uchun ham bizda Ceramic Shield 2 maydonchamiz mavjud. Mana bu bo'lmaganda qanaqadir zamykaniyalar bo'lishi mumkin va mana bu yerda qo'lingiz qizishi mumkin. Chunki sovutish masalasida endi butun korpusga qarab issiqlik yo'naltirilayotgan va bu joyi qizib ketishi mumkin. Bundan tashqari bu yerga o'sha Qi 2 texnologiyasi, o'sha yopishtiriladigan, zaryadka beradigan texnologiyalar yaxshi kontaktirovat qilish uchun bu yerda alyumin yo'q. Faqat dizayn uchun emas, balki texnologiyalar uchun ham xizmat ko'rsatadi. Lekin aytishligiga qaraganda aynan mana shu qismi juda ham tez qirilib ketayotgan emish, ammo biz hali ko'rmadik. Biz hali qirib ko'rmadik telefonni. Takshto biz bir narsa deya olmaymiz. Telefonni 6 metr chuqurlikka 30 daqiqagacha tushirishimiz mumkin. Ya'ni o'tbetda tushib qolsa, telefoningiz suvga tushsa, darrov olsangiz hech narsa qilmaydi. Kimdir sizni suvga itarib yuborsa, darrov chiqib telefoningizni quritsangiz hech narsa qilmaydi. Lekin hech kim sizga 6 metr chuqurlikda 30 daqiqa davomida telefoningizni saqlab o'tiring pastda deb maslahat bermaydi. Bo'lmaydi unaqasi. Unaqa ish qilmang hech qachon. Shaxsan men Apple mayli, men maslahat bermayman o'rtoqlar. Display, ya'ni telefon ekrani. U 6.9 dyuymni tashkil etadi. Ekran Super XDR Retina texnologiya asosida ijro etilgan va u 1 Hz dan 120 Hz gacha, ya'ni ProMotion texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Hozircha Android foydalanuvchilar, "Okey, Androidda damdan 120 Hz bor" deydi-yu. Prosta solishtirib ko'ringlar, bo'ldi. Qo'lingizga olinglar, solishtirib ko'ringlar. iPhone 17 Pro Max ekranining razresheniyasi 2868 ga 1320 pikselni tashkil etadi. Yorug'lik darajasi 2000 nitdan 3000 nitgacha ko'tarildi. Ko'chada quyoshli havoda ekrandagi ma'lumotlarni aniq va tiniq sizni ko'zingizga yetib borishini ta'minlab beradi. Bu cho'tka o'rtoqlar. Ekranimiz ham Ceramic Shield ikkinchi avlodi qoplamasi, ya'ni himoya qoplamasiga ega emish va u Ceramic Shield birinchi avlodiga nisbatan 3 barobar zo'r natija ko'rsatar emish. Bu narsalarni albatta tutib ko'rish kerak, ishlatib ko'rish kerak, qo'ldan bir ikki marta tushib ketish kerak. Bolalar olib Baby Shark'ni ko'rib
qo'llar bilan, yog'li qo'llar bilan yoki qumli qo'llar bilan qirib tashlab ko'rish kerak, ana shunda ma'lum bo'ladi. Ichidagi protsessor, ya'ni chipiga to'xtalamiz. Bilamiz, Pro Max telefonlarida chip endi haligi Pro qo'shimchasiga ega bo'ldi. Bu safar ham u 19 Pro chipi bilan jihozlandi. Bu chip 6 yadro CPU ga va 6 yadro GPU ga ega. Xo'p, qiyinlashib ketayotgan bo'lsa, bitta narsani tushuntiraman. GPU bu tipi video karta va u 6 ta yadroga ega. Mana shu 6 ta yadroga Apple hech kimga etmasdan neyro ускоритель qo'ygan. Ya'ni DLSS texnologiyasi bor, sizni Full HD formatingizni 4K ga ko'tarib, искусственный intellektni 4K ga ko'tarib, kerak bo'lgan joylarni to'ldirib beradigan mana shunaqa ускорителlar bor va bu degani iPhone o'zini rekordini o'zi o'rnatib, o'yinlar uchun, video kontent uchun yoki bo'lmasa umuman искусственный intellekt yordamida yaratiladigan videolar bilan ishlashda eng zo'r chipga ega bo'ldi. Mana shu yangilanishlar telefonni endi oldingi avlodlarga nisbatan 40% yaxshi samaradorlik yetkazib berishini ta'minlab berar emish. Mana bu narsaga ishonsa bo'ladi, chunki neyro ускорителlar haqiqatan ham bugungi kunda yaxshi natija ko'rsatyapti. Boshini ancha to'g'ri bo'lsam, ishoninglar, bu zo'r natija. Ko'pchilik anchadan beri kutgan sovutish sistemasi, ya'ni испарительная kamera endi iPhone'da mavjud. Bundan oldin испарительная kamera bo'lmasdi, shuning uchun ham u qizib ketardi va shuning uchun ham iPhone'ning batareyasi haligi memlarga ega bo'lardi. iPhone zo'r, lekin batareyasi yomon derdi. To'g'rimi? Chunki u qizirdi. Ana endi u qizimaydi, chunki u yerda испарительная kamera bor. Xo'sh, испарительная kamera nima degan savol sizda tug'ilyapti? Qarang. Deionizirованная voda degan nimaligini bilasizmi? Men ham bilmasdim, mana qarang. Ichida suyuqlik bor, mana shu suyuqlik issiq bo'lganda parlanadi va mana shu par darrov sovuq holatga o'tganda o'zidan sovuqlik chiqarib turib, sizni telefoningizni sovutish sistemasiga yaxshi ijobiy natija ko'rsatadi. Uncha tushunmayapsiz-a? To'g'risi, uni unchalik tushunish shart emas. Просто испарительная kamera borligini his qiling, bo'ldi. Birinchi marta iPhone'da. O'sha boya yuqorida aytgan gapim, shu испарительная kamera endi mana shu butun korpusimiz bo'ylab issiqlikni yoyib yuboryapti va shu, ya'ni korpusi o'zi yana o'sha sovutish sistemasiga, sovutish tizimiga xizmat ko'rsatayotganligini tushunishimiz mumkin. Xo'p, ichida yana bitta yangi chip bor va u N1 deb nomlanadi. Bu nima? Bu Wi-Fi, Bluetooth, umuman olganda simsiz texnologiyalarni boshqaruvchi va kontrol qiluvchi chip. Kameralarga to'xtalamiz. Endi barcha kameramiz 48 megapikselli bo'ldi. Faqat oldi frontal kameradan tashqari. Oldi frontal boshqacha bo'ldi. Bu haqida hozir alohida gaplashamiz. Asosiy kameramiz o'sha Fusion kameramiz ham 48 megapiksel, televikimiz ham 48 megapiksel. Demak, 4-kratное увеличение 4 karra yaqinlashtirishimiz mumkin. Mana shunda 100 mm fokusное расстояние ishga tushadi. 200 mm fokusное расстояние, ya'ni 8-kratное zoomda 8 karra kattalashtirganimizda 12 megapiksellik suratga ega bo'lishimiz mumkin. Video syomkaga to'xtaladigan bo'lsak, asosiy kamera, ya'ni Fusion kameramiz 4K Dolby Vision va 120 fps syomka qila oladi. Ultra shirik va televik bo'lsa 60 fps. Ana endi bir vaqtni o'zida ham oldi, ham orqa kamerani ishlatib video syomka qilsangiz bo'ladi. Ho, Samsungchilar hammasidan ko'ra mana shu oldi kameraga men mazza qildim. Selfie kameramiz endi 12 megapikseldan 18 megapikselga ko'tarildi va u Center Stage texnologiyasini qo'llab-quvvatlayapti. To'g'ri, Center Stage birinchi MacBooklarda ijro etilgan va bu Center Stage biroz boshqacharoq. MacBookda u kichkinaroq qilib sizga tasvir uzatardi va u yoqqa bu yoqqa yurganingizda yurardi siz bilan birgalikda. Uzoqqa ketsangiz bundoq kattalashardi, yaqinga kelsangiz kichkinalashardi va xullas mana bu yerdagi selfie kamerada ham tipi shunga o'xshagan texnologiya qo'llanilgan. Ya'ni endi iPhone 17 Pro Max ning oldi selfie kamerasini sensori to'ppa-to'g'ri burchak, ya'ni kvadratga ega. Shundoq ko'targaningizda u vertikal ko'rinishga ega bo'lib shunaqa syomka qiladi. Kerak paytda shundoq bosganingizda bunaqa qilishingiz shart emas endi. Ya'ni gorizontal foto yoki video kerak bo'lsa, shunchaki kerakli bo'lgan tugmani bosib olasiz va u gorizontal formatga o'tib oladi. Zo'ra. Center Stage texnologiyasi. Misol uchun oldingiz, ko'tardingiz, shundoq syomka qilyapsiz o'zingizda, ya'ni suratga olyapsiz-da, yoningizga kimdir kelib qo'shildi. Mana shu paytda sensor bu narsani his qilib turib, kadringizni yana ham kengroq qilib beradi. Mana bu yangilik. Oldi selfie kameramiz videoni 4K Dolby Vision va 60 fps da suratga oladi. iPhone 17 Pro Max iPhone tarixidagi eng katta batareya quvvatiga ega bo'ldi va u 5088 machni tashkil etadi. Bu degani iPhone'da 39 soat tinmasdan video tomosha qilsangiz bo'ladi degani.
Tushunishinglar uchun oldingisi 33 soat edi. Endi shu joyda bitta ma'lumot bor. Mana misol uchun meni qo'limda bitta eSIM, bitta oddiy fiziki sim kartali versiyasi va sim karta blokini hisobiga batareykamiz ozgina joyi kesilgan bo'ladi. Misol uchun LLA versiyasi bor, Amerika versiyasi. Ana bu yerda umuman fiziki sim karta yo'q, ya'ni hammasi eSIM. Mana shunaqa versiyalarda batareya kattaroq bo'lar emish va uni hajmi ham albatta katta bo'lib, bu ko'proqqa xizmat ko'rsatib beradi. Lekin hozirgi aytilgan 39 soat bu aynan o'shanga tegishlimi yoki unga emasmi? Unisi albatta biroz tushunarsiz. Bundan oldingi iPhone'larda 50% zaryadkaga kelish uchun 30 daqiqa vaqt kerak edi. Endi o'sha быстрая zaryadkada 50% ga chiqish uchun 20 daqiqa vaqtni o'zi yetarli. Lekin buning uchun 40 wattli zaryadkadan yuqorisini qo'llashingiz kerak bo'ladi. Darvoqe, Apple aynan shu texnologiyani qo'llab-quvvatlash uchun 60 wattli zaryadka sotuvini yo'lga qo'ydi. 60 watt. MacBook Air'da ham bunaqa emas, tushunishingiz uchun. Ranglar masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, asosiy rangimiz, ya'ni oranjovoy edi. Bu oranjovoy rangimiz prям top, menga yoqdi. Half-Life eslatmayaptimi? Maligi bor. Lekin kimlargadir yoqmayapti. Qora rangi qani deyishyapti. O'zbeklar nima qilamiz endi qora rangsiz? Mokri asfalt, qora ranglarsiz endi qanday iPhone tutamiz? Lekin temno-sinisi bor, och rangi bor, to'q rangi bor va bunaqa rangi bor. Endi menga eng ko'p beriladigan savol, okey, ana 16 chiqibdi, olsak bo'ladimi, arziydimi? O'ylardim. 15 chiqibdi, o'ylardim. Mana 17 chiqibdi, o'rtoqlab, mana shubha qilmasdan, hattoki 16 yil bo'lsa ham o'tish kerak lekin. Neyronniy ускорительlarni o'zi chivo stoyid. Neyronniy ускоритель menga kerakmi o'zi deyotgan odam bor. Unda sizga Pro Max вообще kerak emas, в принципе. Men hozir aynan Pro Max foydalanuvchilariga aytyapman. O'zimga o'xshagan geeklar bor, shunaqa. Bundan tashqari Blackmagic kompaniyasi bu butun dunyo miqyosidagi professional kinokameralar, umuman kino industriyasini priborlarini ishlab chiqaruvchi kompaniya. Mana shu Apple bilan juda ham do'st bu kompaniya. Maxsus dock stansiyalar ishlab chiqarmoqda. Bu dock stansiya yordamida siz iPhone'dagi ma'lumotlarni katta ekranga uzatishingiz mumkin, bir nechta iPhone'ni birlashtirishingiz mumkin va mana shu bir nechta iPhone'ni birlashtirib turib, bullet time effekti, ya'ni o'sha matritsada qotib qoladi, mana shu effektli syomkani amalga oshirishingiz mumkin. Va bu texnologiyaning nomi Genlock deb nomlanadi. Xullas, o'rtoqlar, bu telefonni kimga tavsiya qilaman? O'zimga o'xshaganlarga. Agar rasmiy yo'l bilan kirib kelgani va kerakli bo'lgan kafolatlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta MacBroga murojaat qilinglar. Chunki MacBro mijozlar uchun xizmat qiladi. Sizlar bilan har galgidek Javlon Asadullayev bo'ldi va har galgidek kelajakda ko'rishguncha. Chiqinglar.